Doktor, men har doim burun yuvganingizda fizrastvor bilan yuvasizlar, oddiy suv bilan yoki boshqa preparatlar bilan yuvsa bo'lmaydimi? Burunni ko'koshki qilib yuvishimizdan maqsad burun bo'shlig'idagi har xil mikroblarni tozalash hisoblanadi. Demak, aynan fizrasvordan foydalanamiz. Fizrasvor tarkibidagi, ya'ni natriy tarkibidagi tuz qondagi tuz miqdoriga teng. Bu shilliq qavatni qichishiga, shishiga olib kelmaydi. Shuning uchun fizrasvordan foydalanamiz. Har xil antibiotiklar, ya'ni bir xilgina antiseptik, betadin, furatsilinlar qo'shib yuviladi. Bu mahalliy o'sha burun ichidagi mikroblarga ta'sir qilish maqsadida qo'shiladi. Nimaga kulyer suvi yoki oddiy vodoprovod suvlaridan foydalanmaymiz? Ularning sabab tarkibida tuz yo'q. Bu esa o'sha burun ichidagi hujayralarni shishiga, har xil qichish, razarjeniyalarga olib kelishi mumkin. Undan tashqari vodoprovod suvi bu filtrlanmagan, tarkibida har xil bakteriyalar yoki yomon mikroblar bo'lishi mumkin. Bu odamni yanada kasal qilishi mumkin. Ko'koshki qilib yuvishimizdan asosiy maqsad bu har xil preparatlarni tayyorlab yuvishdan emas, bu to'g'ri yuvish hisoblanadi. Ya'ni qanaqa? Burun bo'shlig'i otrisatilin bosim hosil bo'lgan hisobiga burun yondosh bo'shliqlaridagi har xil mikroblar burun bo'shlig'iga chiqish. Shu asosiy maqsadda yuviladi. Siz ham burningizni ko'koshki qilib yuvdirganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring.